Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi o'zbek va jahon futboliga oid xabarlar aynan shu yerda bo'ladi. Videoga like bosing hamda o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ha aytgancha, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Buni oxirigacha sir saqlashdi. Davron Fayziyev Eronning uchrashuv oldi taktik o'yinlari, Torimiy masalasidagi chalg'itish va Tehrondagi munosabatdan quvongani haqida. Ufa matbuot xizmati rahbari Davron Fayziyev Sport telekanalidagi chiqishida O'zbekiston milliy jamoasining Erondagi durangi haqida fikrini bildirib, Tehrondagi o'yin oldi e'tiborli voqealar haqida gapirdi. Tehrondagi uchrashuvda yutsak ham bo'lardi, ammo tan olib aytish kerak, Eron ham yaxshi o'ynadi. O'yindan oldin raqib jamoada murabbiy va futbolchilar o'rtasida ziddiyat borligi haqida xabarlar chiqdi. To'g'ri, o'yin oldidan Eron milliy jamoasi muxlislari tomonidan tanqid qilingan. Matbuot anjumanida bosh murabbiy Amir G'alinoyi ham meni tanqid qilinglar, ammo futbolchilarga tegmanglar degan gaplarni aytdi. Lekin bu yerda ozroq o'yin tashqarisidagi taktik o'yinlar ham bo'ldi. Masalan, murabbiy Mehdi Torimiyni o'ynash yoki o'ynamasligi masalasini oxirigacha sir saqladi. Matbuot anjumanida e'tibor bersam, jamoaning asosiy yulduzi Azmundan ham kattaroq yulduz bo'lgan Torimiy haqida hech kim so'ramayapti. Interdek klub hujumchisi Eronning asosiy yulduzi Torimiy haqida gapirilmayapti. O'ynaydimi yoki yo'q deb savol qo'ydim. Dastlab matbuot kotibi meni chalg'itishga urindi va hozir Torimiy yo'q, bu yerda boshqa futbolchi o'tiribdi deb jahonbaxshlik ko'rsatdi. Savolim murabbiyga Torimiy haqida deganimdan keyin murabbiy bo'ldi, javob beraman, muammo yo'q dedi. G'alinoyi, ha, Mehdining sog'lig'ida ozgina muammo bor edi. Shunga so'nggi o'yinda maydonga tushmadi. Bu safar tavakkal qilamizmi yoki yo'q, ertaga hal qilamiz deb javob qaytardi. Shunda ham aniq javob bermadi. Ertasiga esa o'sha Torimiy maydonga tushib bizga 2 gol urib ketyapti. O'zi o'yin oldidan jamoa ichida asosiy muammo Torimiy va murabbiy o'rtasidagi kelishmovchilik aytilgandi. Ammo qanaqasiga kelisha olmayapti? Axir uning o'zi maydonga tushib 2 gol urib, jamoasini Jahon chempionati 2026 ga olib chiqyapti-da, bosh murabbiy bilan nishonlayapti. Ya'ni shu tariqa chalg'itish ko'rinish bo'lgan menimcha. Bu borada Erondan hushyor bo'lishimiz kerak edi. Umuman olganda esa bizga nisbatan eronlik futbolchilar muxlislarning munosabati yaxshi tomonga o'zgarganini sezdim. Juda ham yaxshi munosabatda bo'lishdi. Shtabdagi avvaldan ishlab kelgan tajribali xodimlar aytishdi. Eski davrlarda stadionda muxlislarning bizga nisbatan agressiyasi, bosimi kuchli bo'lgan. Futbolchilar buni his qilib turgan. Bu safar esa stadiondagi muxlislar bizni olqishlashdi. Jaloliddin Masharipov va Oston O'runov bilan yurgan joyda suratga tushishdi. Mehmonxonada kirganimizda ham, stadionda ham, hatto biz bilan yurgan mahalliy politsiyachilar ham O'zbekiston futboli zo'r, jamoalaringga gap yo'q, omad tilaymiz deyishdi. O'yindan keyin mushak otilayotganda, bayram qilishayotganda ham yo'lakchadan o'tayotganimizda eronlik muxlislar milliy jamoamizni qarsaklar bilan kuzatib qo'yishdi. Shuncha raqobatga qaramay ular O'zbekiston milliy jamoasini juda hurmat qilishdi. Mehr bilan munosabatda bo'lishdi. Shaxsan men bundan katta taassurot oldim. Ayniqsa, har bir futbolchimizni, yulduzlarimizni tanishyapti. Dastxat olib suratga tushdi. Jamoamiz kuchliligi ular bilan raqobatga kirishganini nafaqat o'zimizning muxlislar, balki eronliklar ham tan olayotganini sezdik, deydi Davron Fayziyev. Walker Manchester Cityga qaytmaydi. Manchester Citydan ijaraga olingan Milan himoyachisi Kyle Walker faoliyatini Italiyada davom ettirishga tayyorligini bildirdi. Italiya klubi joriy mavsum oxirida futbolchining shartnomasini shaharliklardan 5 million yevroga sotib olishni rejalashtirmoqda. Shundan so'ng Walker 2027-yilgacha maoshi yiliga 4,5 million yevroga ko'tarilgan yangi shartnoma imzolashi kutilmoqda. Futbolchining o'zi Milanda qolgandan mamnun va Manchester Cityga qaytish imkoniyatini ko'rib chiqmayapti. Olmo qancha muddatga safdan chiqdi. 27-mart kuni Barselona La Liga doirasida Osasuna jamoasiga qarshi o'yinda 3-0 hisobda g'alaba qozondi. Muchachoning 25-daqiqasida yarim himoyachi Dani son mushaklaridagi jarohat sabab maydonni tark etdi. Dastlabki tibbiy tekshiruvlar uning jarohati jiddiy emasligini ko'rsatmoqda. Biroq futbolchi taxminan 2-3 hafta davomida maydonga tusha olmasligi kutilmoqda. Shuningdek, ko'k-noranglilar Olmoning jismoniy holatini chuqurroq o'rganishni rejalashtirmoqda, chunki u so'nggi paytlarda bir necha bor jarohatlar bilan bog'liq muammolarga duch kelgan. Ma'lumot o'rnida ispaniyalik Habik joriy mavsum kataloniyaliklar safida 28 ta bellashuvda maydonga tushib 8 ta gol va 5 ta golli uzatmani o'z hisobiga yozdirib qo'ygan. David De Gea 1 yil futbolsiz qolgani haqida. Hayotimdagi eng yaxshi yil bo'ldi.
Fiorentina posboni David De Gea futbolsiz o'tgan bir yilda hayotdan ko'proq zavq olganini aytdi. Ispaniyalik kiper 2023-yilning yozida Manchester Unitedni erkin agent sifatida tark etgandan keyin bir mavsum mobaynida futbol jamoalarida ko'rinish bermadi. 2024-yil yozda u Fiorentina bilan shartnoma imzoladi. Uzoq yillar davomida katta tempda o'ynaganim uchun shunchaki tinchlanib olish kerak edi. Balki bu hayotimdagi eng zo'r davr bo'lsa kerak. Nihoyat so'nggi 15 yilda kam ko'rishgan oilamga, do'stlarimga vaqt ajrata oldim. Madrid, Manchesterni aylandim. Men vatanimni anchagina shug'ullantirib oldim, dedi De Gea. Arda Güler va Dominik Szoboszlai o'rtasidagi mojaro. Maydondan ijtimoiy tarmoqlargacha futbol muxlislari orasida Arda Güler va Dominik Szoboszlai qarama-qarshiligida kim kuchliroq ekani haqidagi bahslar avjida. Ammo ikki yosh yulduz maydondagi raqobatni ijtimoiy tarmoqlarga ham ko'chirdi. Avvaliga Turkiya va Vengriya terma jamoasi yetakchilari maydonda kim ustunligini isbotlashga uringan bo'lsa, keyinchalik bu mojaroni ijtimoiy tarmoqlarda ham qizg'in muhokama qilinishiga sababchi bo'lmoqda. Raqobat qachon boshlandi? Bu qarama-qarshilik 2024-yil mart oyidagi Vengriya va Turkiya o'rtasidagi o'rtoqlik uchrashuvidan boshlangan. O'sha o'yindagi yagona golni Szoboszlai penaltidan kiritdi. O'yin so'ngida esa u Gülerga yaqinlashib, "Sen o'zi kim bo'lasan?" degan gapi bilan hozir davom etayotgan mojaroga zamin yaratdi. Bir yil o'tib vaziyat o'zgardi. Bir yil o'tib Millatlar Ligasi doirasida Turkiya va Vengriya yana maydonda to'qnash keldi. Birinchi uchrashuv 3-1 hisobda Turkiyaning g'alabasi bilan yakunlandi. Ikkinchi bahsda ham turklar vengerlarni taslim etishni uddaladi, hisob 3-0. Güler bu imkoniyatni qo'ldan boy bermadi. U urgan goldan keyin lablariga barmog'ini qo'yib, Szoboszlai tomonga ishora qildi. "Tinchlaning, janob Szoboszlai." Kameralar nigohi vengriyalik yulduzning nigohlariga qaratildi. Ammo Szoboszlai mag'lubiyatni tan olib, tabassum bilan javob qaytardi. Mojaro ijtimoiy tarmoqlarda davom etdi. Keyinchalik janjal maydon tashqarisida ham davom ettirildi. Szoboszlai ijtimoiy tarmoqdagi Gülerning jim bo'l ishorasi aks etgan surat ostiga 1088 raqamini yozib qoldirdi. Bu Gülerning Real safidagi umumiy o'yin daqiqalari edi. Buning mazmunini shunday tushunish mumkin. Sen kim bo'libsan? Butun mavsum zo'rg'a 1000 daqiqa o'ynagan bo'lsang. Güler bu holatni be'tibor qoldirmadi va javob posti yo'lladi. Bu yigitning harakatlari juda kulgili. Uning og'zini yopish uchun 6 gol yetarlimi? Bu gap bejiz aytilmagandi. 6 ta bu Turkiyaning Millatlar Ligasida Vengriyaga qarshi 2 o'yinda urgan gollari soni. Güler xuddi shunday deyotgandek edi. Sen mening o'ynagan daqiqalarim haqida gapiryapsanmi? Men esa jamoa nechta gol o'tkazib yuborganini eslatib qo'yaman. Bu shunchaki futbolchilar o'rtasidagi oddiy ziddiyatmi yoki yangi futbol trendi? Ko'pchilik bunday mojaroning futbolga qo'shimcha zavq qo'shishini aytmoqda. Sababi maydondagi raqobat ijtimoiy tarmoqlarga ko'chganda muxlislarning qiziqishi yanada ortadi. Ammo boshqalar bu kabi tortishuvlar futbolchilarning klubdagi rivojlanishiga xalal berishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Biroq ba'zilar aksincha bunday raqobat ularga motivatsiya berishi va yanada yuqori saviyada o'ynashga yordam berishini aytmoqda. Dominik Szoboszlai Liverpoolning asosiy yulduzlaridan biri. Güler esa Real Madridda o'z o'rnini topishga harakat qilayotgan futbolchi hisoblanadi. Har ikkisi ham kelajakda futbol olamining eng yorqin yulduzlaridan biriga aylanishi mumkin. Shu bois mutaxassislar futbolchilarni ushbu janjalni tezroq yakunlashga chaqirmoqda. Milliy terma jamoalar nuqtai nazaridan qaralsa, bu masala milliy g'urur tufayli yuzaga kelganini tushunish mumkin. Ammo futbolchilarning shaxsiy muammolari va ijtimoiy tarmoqlardagi faolligi ularning kelajakdagi obro'siga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Hozircha bu mojaro yakunlangani yo'q. Futbolchilarning ijtimoiy tarmoqlardagi har bir posti ostida qizg'in muhokamalar davom etmoqda. Gollar besamar ketmaydi. Fayzullayevni mashhur klub olmoqchi. Keyingi yillarda o'zbek futbolga oid eng ko'p muhokama qilinayotgan mavzulardan biri Abbosbek Fayzullayevning Yevropaning kuchli ligalaridan biriga o'tishi bo'lib turibdi. Hujumkor futbolchimiz 2023-yilning avgustida Paxtakordan CSKAga ko'chib o'tgandan beri Rossiya futbolida muhim figuralardan biriga aylana oldi. Keyinchalik legionerimizga Parma, Real Sociedad, Monaco, Bavariya kabi klublar qiziqish bildirayotgani haqidagi xabarlar tarqatila boshladi. 2025-yilning yozgi transferlar oldidan bu mavzu yana ko'tarila boshladi. Bir necha manbalar 21 yoshli hujumkor futbolchiga Turkiyaning eng mashhur klubi Galatasaray jiddiy qiziqish bildirayotgani haqida ma'lumotlar chiqarilmoqda. Xususan, Marca News kanali bu haqda quyidagicha ma'lumot chiqardi.
CSKA klubining hujumkor futbolchisi Abbosbek Fayzullayevga Turkiya Superligasining Grand klubi Galatasaray jiddiy qiziqish bildirmoqda. 21 yoshli o'yinchi joriy mavsumda CSKA klubi safida ham, O'zbekiston milliy terma jamoasida ham muhim rol o'ynayapti. 2024-yil dekabrda Abbos Osiyoda yilning eng yaxshi yosh futbolchisi sovriniga loyiq topildi. Joriy mavsum Rossiya Premyer Ligasida 19 o'yinda 2 gol va 3 golli uzatma qayd etdi. Uning CSKA bilan tuzilgan shartnomasi 2026-yil iyun oyida yakunlanadi. Bu ma'lumotlarni Vaziyatga yaqin manba tasdiqladi deb yozmoqda Marca News kanali. Ta'kidlash joizki, Turkiya Superligasi klublari keyingi yillarda Yevropaning mashhur o'yinchilari va murabbiylarni jalb etish orqali o'z chempionatlari saviyasini ancha ko'tarib olishga muvaffaq bo'ldi.